Assalomu alaykum, Mekendesh Media YouTube kanalının ko'ruvchilari. Salamatsizlarmi? Bugun dag'inda ele shu malina bo'yicha dag'in kichkina sizlarga foydali ma'lumot bo'lshayin deb turam. Mana o'tgangi jozdagi, to есть hozirgi uchurdagi proses to'g'risida kichkina ma'lumot berib qo'yayin. Mana o'tganda qirqimida qirqilgandan keyin o'tinlarini olibman, qo'l tiybay. Hozir ham mana malinalar mana ko'rdingizlar, suyulib qolgan. Aşıqchalar qirqilib suyulib qolgan. Mana buyursa уже kuzgi terim boshtaldi. Kuzgi terim boshtaldi. O'tganda sizlarga ko'rsatganda ele mana o'tgangi jozda chiqqanlar ko'rsatgan murdagi videolarda ko'releklar ko'rsangizlar bo'ladi. Mana jozda mana chiqqanlar chiqqanmiz. Bilasizlar, ko'rganlar. Mana shundan chiqqan men sizlarga aytganman, kuzda tushum beradi. Mana уже tushumga meva berib, hozir уже terib o'tamiz. Kuzgi terim boshtaldi. Sentabr bugun hozir terib o'tam. Mana bu endi shuni bilan qor tushguncha pishaveradi. Mana ko'rtasizlar, mana u жаңы o'g'irilayotganlari bor, guldayotganlari bor aradachi. Agar kun issiqroq yerlar bo'lsa, mana shu o'g'irilar qishga cheyin pishaveradi. Anan kun sovuqroq to'lov yerlarda bo'lsa, pishmay suv tushib ketadi, tag'in qolib ketadi. Shundan mana shunday malinaning o'suv prosesi bo'lib o'tadi. O'tganda men sizlarga aytganman, ostidan qirqib tashlaysizlar oshchasin deb. Mana 1dan, 2dan, 3dan qolsa bo'ladi. Misol uchun bu yerda 3 oy qolgan. 3 oy qolgan. Bu yerda 1 oy qolgan. O'shol unday jo'nroq emilerini kuchliroqlarini qoldirib qolgan emilerini oshchasini olib qo'ysangizlar, mana u quvvatliroq bo'ladi-da. Ko'rdingizlar, suyuqroq bo'lsa, ichida shamol kirib yaxshi bo'ladi. Shunaqa to'g'anlar. Mana kuzgi terim boshtaldi buyursa. Bizning kanalga qatnashishni unutmangizlar. Tushunmagan so'rovlar bo'lsa, malina jo'nida so'rov qoldirib qo'ysangizlar bo'ladi kommentariyaga. Like'dan bosib qo'yingizlar. Bizning kanalga qatnashishni unutmangizlar. Sizlarning har bir like'ingizlar, kommentariyingizlar biz uchun o'ta ma'nili. So'rovlar bo'lsa, kommentariyaga qoldiramiz. Oy fikr, sunish. Hozirgi kunda qadamjoyda malinaning bahosi 155-160 so'm bo'lib o'tadi. Bugungi kundagi baho. Malina qancha o'tadi deganlar uchun. Mana shunday to'g'anlar. Like'da bosishni unutmaysiz.